Assalomu alaykum. Hamma baliqchilarga charchamayapsizlarmi, salomatmisizlar? Hammani xonadoni tinchmi? Sog'liklar, salomatliklar hammasi yaxshimi? Bugun biz yana baliq ovga keldik do'stlar. Xudo xolasa, inshaalloh. Bomdoddan keyin keldik. Hozir Xudo xolasa qarmoqlarni tashlab endi joylashdik. Kuzatib borishda davom etinglar do'stlar. Bunga obuna bo'layotganlarga kattakon rahmat. Kuzatib borayotganlarga ham rahmat kattakon. O'zlaringlar aslanglar. Inshaalloh zo'r natija bo'lsa, videoning davomida ko'rsatishga harakat qilaman inshaalloh. Hozir do'stlar, bittasini bu yoqqa tashladim, qarmoqni. Ikkinchisi bu yoqqa tashladim. Xudo xolasa, qani ariq juda ham zo'r. Natija bo'ladi degan umiddaman, Xudo xolasa. Yaxshi bo'lib qolar, Xudo xolasa qani. Natijada keldik endi o'zimiz ham. Inshaalloh. Albatta Xudo xolasa quyosh chiqib kelyapti. Mashalloh. Ajoyib. Juda ham ajoyib. Qani natija bo'lib qolar, Xudo xolasa. Hozir bitta sherik pochin otdi. Xudo xolasa. Baliq bor. Degani bu Xudo xolasa. Yarim kilocha bor. Qani buni bir ko'rib qo'yaylikchi. Ha? Fazladan tutibdi. Ha. O'tga ilashib qolibdi-da. O'tga ilashib. Qani endi bo'yla tashib ko'ramiz bunga. Xudo xolasa bo'yla yaxshi bo'lib qolar. O'tgan safar shu ariqdan ham hali shu deb qo'xti kurchuk sal qiyshayibdi. Kurchuk sal qiyshayibdi. Buni almashtirish kerak endi. O'zi almashtirmasak baliq olinganda bundan ham tekis bo'lib qolishi mumkin. Yonimda ploskiy ham yo'q edi. Qani yaxshi bo'lar. Xudo xolasa o'xshar endi. Cho'lchang solmadim. Qani bu bo'yliga bir ko'raylik, bu yaxshi effekt beradi deb o'ylaganimda.
yaxshi effekt bersa, xudo xolasa. Yaxshi effekt berib qolar, xudo xolasa. Undan ham yaxshi bo'lib qoladi agar. Ha, do'stlar, ana tortishda boshladi. Xudo xolasa. Bunisini ham tortyapti. Yutyaptimi yoki bo'lmasam chiqazib yuboryaptimi ekan? Tortib qolar. Xudo xolasa. Do'stlar tortyapti. Xudo xolasa. Qani, inshaalloh chiqib qolar. O'tgan safarim shu arqa kelganmiz. Bu erta kelmovdik-da, bu yoqqa soat 11lardami? 12ga yaqinmi keluvdik-da. Shunda sal issiq edi, ancha issiq edi, 42 gradus chiqib ketdi o'zi issiqqa. Bu safar erta keldik, qani xudo xolasa yaxshi bo'lib qolar. Erta kelganimiz uchun tortyapti, xudo xolasa. Mayda bo'lsa kerak, menimcha maydalarda. Mayda hech qo'ymayapti. Hozir narigi tarafga o'tdim. Narigi tarafga ham bordim. O'tdi, mayda tortdi. Bu yoqda ham mayda. Sherigim 2,5 kilolik oldi. Buni aylana, mana shu aylana tomondan oldi-da. Shu aylana tomondan oldi. Qani natija bo'lib qolar. İnşallah. O'tgan safar qarmog'iga tortgan jarayonni ko'rmadik, tutganingizga ishonmaymiz deb ko'pchilik yozibdi. Endi issiqda, cherchi issiq 42 gradusda o'tirdik, telefon qizib ketib qolyapti. Telefon qizsa o'zi telefon signal beradi-da. Signal bergandan keyin anchadan keyin qizib ketgandan keyin u telefonda nima desam bo'ladi. Xullas soyaga olish kerak. Bu yerda soya yo'q bo'lsa, zontiga olmaganmiz. To'xtatib issiq tem bo'lay. Odamni sillasini qurtaveradi issiq, bilasizlar. Bunaqa yozish keragi yo'q-da, to'g'risini aytsam. Hech kim xafa bo'lmaydi degan umiddaman.
ko'pchilik yozgan. Ko'rishga jalka, megabayt jalka deb yozibdi. Do'stim, mayli. Ko'rishga majbur emassiz. Hech kim majbur emas. Ochib qaraganingizga baliq, men oxirida qo'ydim baliqlarni. Chunki zaryadga ham ozgina qoluvdi. Telefon zaryadkasi. Keyin telefon issiqda olyapman, qizib ketyapti-da. Endi mana xudo xolasa kamera zakasi qo'ydik, olamiz xudo xolasa. Endi har kim har qanaqa fikrlashi haqqi bor. O fikrlarni ham hurmat qilamiz. Mustaqillik davlat deyapmiz axir. Ko'rib o'tayotganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, iltimos. Hali inshaalloh bundan yaxshi jarayonlarni chiqaraman. Inshaalloh. Xudo xolasa tortyapti yana. Qanday jonivor tort. Bir qo'lingga bir inshaalloh. Chiroylisidan. Ajoyibidan ber inshaalloh. Senga oston Alloh. Tortishda davom etayotganda. Chiroylisidan ber. Juda jimjit. Ber Alloh, bir chiroylisidan ber. Niyatni yaxshi qilish kerak do'stlar, inshaalloh. Ovga kelyapsizlarmi? Niyatni yaxshilab kelaverish kerak. Niyatingizga qarab beraveradi Alloh. Do'stlar, qarasdik kichkinaligini qaranglar. Gap yo'q, chiroyli ekan. Buni qo'yib yuboramiz. Inshaalloh. Mana yaxshi og'aynilar. Faqat chirvik ko'ryapti hozir. Xudo xolasa men pochin yeysiz. Allohga shukr, mana bor. Молодец, do'stim, bosing, короче. Do'stim, rahmat. Pochin. Pochin yeysiz. Xudo xolasa.
Do'stlar, pachinda qaranglar, pachinda. Barakasini bersin Alloh. Do'stlar, meni tortishni boshladi yana. Xudo xolasa. Hozircha bitta pochin yes. Bittasini bu yoqqa qo'ydim. Bittasini bu yoqqa tikka tig'izib qo'ydim. Shunda hozir tutdim. Hozirgina. Boyagina bittasini mana bunda qochirib qo'ydim-da. Lekin hozir tinmay tortib yotibdi. Xudo xolasa. Hozir qanday o'xshab qolar yana. Kurchogim sal qiyshayib qolgan ekanda boya. Shunga chiqib ketgan ekan. Hozir mayda baliq tortyapti shekilli-da. Bir yaxshisi chiqib ketib qoldi-da. Yaxshi bo'lib qolar qani. Do'stim mana yerda o'tiribdi hozir. Mana shu yerda o'tiribdi. Yaxshi, natijasi zo'r uni. Bizniki endi mana pochini ochib oldik. Bundan buyog'iga endi Allohdan so'raymiz endi. Do'stlar, ikkinchisi xudo xolasa mana. Hozir to'g'risi syomkaga ola olmayapman. Mana ikkinchisi xudo xolasa yaxshi. Rezultat yaxshi xudo xolasa. Bo'lsin. Hammaga omad. Do'stlar, hozir kun issiq. Juda ham jazirama qizdirib yotibdi. Mana yerda soya bor deb mana daraxt soyasida tashlagan edim. Mana tashlagan joyim. Shu yerda tashladim. Bunaqangi urdi, eplolmay qoldim. Kurchog'ni sindirib ketdi. Gap yo'q. Qochirdim lekin kurchog'ni shunday sindirib ketdi. Vay dedim. Ya Allah. Bu qani qaytib kelarmikan endi bu? Shu joyga tashlagandim. Mana ariq. Sirdaryo shodlik arig'i. Shuluzdan tepa joyi. Shu boyagi ariqdan almashtirdik. Xullas. Tepa qismida shuluz bor. Shuluzdan bu tomoni endi. Ancha tepa joyi. Lekin juda ham zo'r bo'ldi.
shoshib qoldim endi. Kurchoyda qaranglar, kurchoyda sindirib ketganimni qaranglar. Eplanmay qoldim. Do'stlar, hozir kishi bo'lsam bir natijani ko'rsatay. Noto'g'ri tushunmanglar. Kun issiq, juda ham issiq. Biz Shofir aka bilan magazinga chiqib ketganimizcha o'rtog'im menga bir qiyomatli do'stim bor inshaalloh. O'shda ham shunday bo'lsin. Qiyomatli do'stim. Natijani ko'rsataman. O'rtog'im malades, lekin yordam berdi ancha. Ana natijalar. Ancha men ikkita tutib qo'ydim. Mana natija. Tegidimcha 6 tami 7 ta tutib qo'ygan. Maşallah. Allah razı olsun do'stimdan. Keyin gap bo'lishi mumkin emas. Ana shlyuzni tepasi. Bu tomondan shlyuz bor. Sirdaryo shodlik arig'i 3 tom deydi. Shlyuzni tepasi. Yaxshi. Hozir ozgina kun tashadi, xudo xolisa. İnşallah yana kechqurun kechasi soat 9 ga tushirib bo'lamiz deyapmiz. Xudo xolasa inshaalloh bungacha yana bo'lib qoladi degan umiddaman inshaalloh. Yana tortayotganini ko'rsatmadik. Shubha deydigan odamlar ham bor. Yo'q emas. Telefonda 15 minut 20 minut olmayapti. Eng ko'pi 5 minutda 5 minutlik oladi, tashlab yuboradi. Shunda qizib ham ketyapti telefon. Ololmayapmiz. O'zingiz ham ozgina o'ylasangiz, to'xtang. Qarmog'ingiz tortib qolsa, syomka tugul telefoningizni ham unutib qo'yasizlar bunaqa paytda. Hozir mana tortayotgan paytda eplanmay qoldim. Salkam bilmayman. Yo 3 kilodan oshiq, yo 4 kilo. Milon baliq deb o'yladim o'zim ham. Zo'r natijaga olganimizda zo'r bo'lardi shuni. Hozir men bitta o'zimman o'rtog'imdan narigi tomonga ketdi, tepasiga. Qancha tepasiga chiqib ketdi. Issiqqa men chiday olmayman to'g'risi. Issiq juda ham yondiryapti. Subhanalloh, bunaqa issiq odam chiday olmayapti. Allohning rahmi kelsin. Juda ham issiq. Do'stlar, o'rtog'im oldiga keldim. Do'stim oldiga. Mana. O'tirib tortyapti mana. Men nariga tomonga tashladim. Bu tomonga biroz soya kelib qopti. Xudo xolasa. Ariq lekin juda ham chiroyli. Juda ham gap bo'lishi mumkin emas ariqqa. Zo'r. Ariqlar zo'r. İnşallah natija bo'lib qoladi.
Xudo xolasa tutdik. 1 kilodan oshiqroq. Inshaalloh. Yana bo'lsin. Inshaalloh hammaga nasib qilsin. Do'stlar buni qaranglar, timsoh-ku timsoh. Rahmat. Obuna bo'lishni esdan chiqazmanglar do'stlar. Obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, boyaga e'lon boshida syomka qila olmadim. Shoshilib qoldim. O'zim zo'r olib ketdi-da. Yarasa zo'r olib ketdi. Shunga syomka qila olmadim. Ming bor uzr. Lekin addi shu o'zim tutdim. Ishonmaganlarga baba aytadi-yu, qarmog'ingizni qimirlatganini ko'ra olmayapman. Uni qila olmayapman deb baribir yozadiganlar bor-da. Endi unaqa baliqni tutishdan unaqa unutib yuborasiz-da. Telefonda chiqar, videoga yo'q. Sразу unutib qo'yasiz. Bunaqa menda ko'p marta bo'lyapti-da. Xudo xolasa kamera olib olay. Kamera kelib qolsa turaveradi. Yonib turaveradi-yu. Kamerada bunaqa onasi bo'lmaydi. Hammasini xudo xolasa izga tushirib olay. Qarmoqda qimirlatganini ham ko'rasizlar, tortib chiqarayotganini ham ko'rasizlar. Ana ishonmayotganlar. Kechaginda yozdi-yu, qarmog'ingiz qimirlatayotganini, tortib chiqarayotganingizni ko'rmayapmiz. O'zingiz tutdingizmi deb. Endi o'shalarga endi taalluqli. Xafa bo'lmanglar. Endi mana kamera kelib qolsa, xudo xolasa dushanba yoki shanba kuni kelib qoladi. Shanba kuni kelib qoladi xudo xolasa. Shunda keyingi chiqqanimizda kamera bilan chiqamiz xudo xolasa. Hammalaringga omad. Hali shu yerdamiz. Rezultat bo'lib qolsa yana ko'rsataman. Manda. Xudo xolasa o'zlaring asranglar. Charchamanglar.